Alo. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mavludaxon opa, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi opajon? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, qizlar. Minnatdorman. Allohga shukr, rahmat, yaxshimiz. Opajonim, bezovta qilgan bo'lsam, avvalambor uzr so'rayman. Ayni daqiqalarda men sizga tabriklarim siz uchun loyihasidan qo'ng'iroq qilib turibman va siz ushbu loyiha boshlovchisi Mohidil Sultonovna bilan muloqotdasiz. Opajonim, bugungidek go'zal kunlaringiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonali kunlaringiz muborak bo'lsin. To'lgan xayrli yoshingizga minnatdorman. Yana ko'p bora yoshlar qo'shilsin. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog' bo'lsin. Hamisha mana shunday quvonchli kunlaringiz, baxtiyor onlaringiz bardavom bo'lishining tilakdoshiman. Rahmat qizlar. Minnatdorman. Opajonim, ushbu go'zal ayyomlar munosabati bilan sizni tabriklash va qutlash maqsadida bizning loyihamizga siz uchun atalgan juda ham chiroyli bo'lgan tabrik maktublari yetib kelgan, albatta yaqin insonlaringiz nomlaridan. Ayting-chi opajonim, nima deb o'ylaysiz? Sizni xursand qilmoqchi bo'lgan yaqinlaringiz, mehribonlaringiz aynan kimlar bo'lishlari mumkin? Bir taxmin qilib ko'rasizmi? Ammajonim bo'lishi mumkin. Albatta, aynan o'zlari. Xabaringiz bormidi? Yo'q, endi taxmin qilyapman-da. Albatta, ko'nglingiz adashmadi. Ayni daqiqalarda bizga maktub yo'llagan, sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qilib, qadrlab qolguchi ammajoningiz Anor onajonimiz tabriklab qolgan ekanlar. Yashasa rahmat. Annamning rizqi bo'lsin iloyim. O'chamizni qo'sha qarisin, bolalarning rohatini ko'rsin. Amin, amin. Ilohim ammam iloyim. Men ikkinchi onam deganman ammamni. Albatta. Deb ko'raman. Minnatdormiz. Ijozat bersangiz, qimmatli vaqtingizni birozgina olgan holda onajoningizdek bo'lib qolgan mehriboningiz, ammajoningizning siz uchun atalgan go'zal tabriklarini mayli e'tiboringizga havola etsak. Ha, mayli qizlar. Minnatdorman. Assalomu alaykum. Men uchun juda ham aziz va qadrli bo'lgan jiyanim, go'zal qizim, bugungi shukronalik kunlaring bilan chin qalbimdan tabriklayman. Dilimda senga aytmoqchi bo'lgan ezgu tilaklarimning, ezgu niyatlarimning poyoni yo'qki, qay biridan boshlashga bilolmay hayronman. So'zlarimning avvalida Allohimdan uzoq umr, sihat, salomatlik so'rab qolaman. Umring sermazmun bo'lsin. Omonat joningni Allohim hamisha omonda, o'z panohida saqlasin. Umring davomida shunday xursandchilik kunlaring ko'p bo'lsin u shu kunlarni barchamiz birgalikda ko'rib yuraylik. Beg'ubor qalbingdagi tilaklaring, Allohimga yuzlanib so'rayotgan duolaring ijobatini so'rab men ham doimo duodaman. Bilasanmi? Bu dunyoda inson uchun eng yaxshi sovg'alardan biri u uchun qilinadigan duodir. Shunday ekan, seni yaxshi ko'ruvchi insonlar duolarida bo'lgin. Har doim baxtlilar va baxtiyorlar qatorida bo'lgin. Chiroyli mehr-oqibatlarimizga hech qachon ko'zlar tegmasin. 100 yoshda ham mana shunday qadrdon bo'lib, shukrona kunlaringni birgalikda nishonlab yuraylik. Bugun ko'nglimdagi tilaklarimni, qalbimdagi izhorlarimni qanday aytishni bilmay, shu loyiha orqali oz bo'lsa-da xursand qilishga qaror qildim. Qalbingga quvonch olib kira olgan bo'lsam, bundan boshim osmonga yetdi. Qalbimda neki yaxshi tilaklar bo'lsa, hammasini sen tomon yo'llab, tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Boringga shukr. Bu dunyoda menga juda azizlarim, Allohimga umri aziz lazizlarim, sizga bitay g'ubori yo'q dil so'zlarim. Omon bo'ling yuragimga yaqinlarim, tinglab mening kemtik ko'ngil nolishlarim, taskin bergan ham yaqin u olislarim, yuragida har tilagi xolislarim. Omon bo'ling yuragimga yaqinlarim, payg'ambarim ummati siz qondoshlarim, siz hayotim yo'lidagi yo'ldoshlarim. Dardim olar dardlarimga dardkashlarim,
omon bo'ling, yuragimga yaqinlarim, shodligini menla baham ko'rganlarim, imkon topsa mehnatimni bo'lganlarim, bir qayrilib zabun holim so'rganlarim, omon bo'ling, yuragimga yaqinlarim, yaxshi kunda unutmay yod olganlarim, dilga shirin orzularni solganlarim, goh achinib, goh yupatib qolganlarim, omon bo'ling, yuragimga yaqinlarim deya yuragingizga yaqiningiz, mehribon amajoningiz nomlaridan qabul aylagaysiz. Yashasın, rahmat. Yana bir bor rahmat aytaman. Umri uzoq bo'lsin iloyim. Ilohim. Doimo keltirin, yaxshi kunlarda birga yurishlik nasib ro'za aylasin iloyim. Amin, amin. Nasib aylasin namajonimga. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta. Omad tilayman iloyim. Minnatdormiz. Opajonim, avvalambor sizga rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglaganingiz uchun. Oz bo'lsa-da qalbingizga xursandchilik, quvonch olib kirolgan bo'lsak, bundan bag'oyatda shodmiz. Bugungi ayyomlarni, shukronali kunlarni yaxshi kayfiyatda, xursandchilikda, yaqinlar davrasida o'tkazib oling. Omon bo'ling. Rahmat iloyim. Rahmat qizlar, omadlaringni bersin iloyim. Minnatdormiz. Rahmat iloyim. Rahmat opajonim, salomat bo'ling. Oqshomingiz xayrli o'tsin. Chiroyli qilib tabriklarni o'tkazib yurishlar. Yana ham ko'p yillarga nasib ro'za aylasin qizlar. Amin. Ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin opajonim. Salomat bo'ling. Qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi? Didor esa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda sonda. Bir yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim, oh mening jigarlarim. Sog'intirganlarim, ey sog'inganlarim. Jigarlarim, oh mening jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib, ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib, ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling tez-tez ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib, ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib, ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin